Hürmetli vatandaşım, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı Gazi Rozi, Washington'dan sözleyimiz bugünkü ıslağa. 2024 yıl 4. ayının vakit doğru 5. ayının 1. günü hata. 4. ayının diyelim hata. 5. ayının 1. günü bugün sizlerge sözleydiği leksiya heptige çarşamba vatandaş. Hepteki çarşamba bugün sizlerge sözleydiği leksiya. Sel hazır royicette adam sel zerbe uçramdırma bundan. Ben bugün haber gek bu leksiyaya bu nimi iş dep üzem mavzu koyay. Siz şu doğru anlayın vatandaş. Bunun cereyanı nime desiniz? Hazır bunun bir cümle evvel Tayvan'dan keltireyle misalga. Ötken sizlerge sözlediğinde ismi var. Sanırdım men cücün dediğin profesörünün ismi Tayvanlık. Hazır mundak dedi bir ettiğinde siyaset ve iktisat doğru bitede. Tayvan boğazı meselesi konu mesele. Nimişka devlet işlakatı Antony Blinken Cungo'ya alaydı berip bu doğurdu sözcüsü de. Bu eş başkçırek turuvatadı. Amerika hem de sever takat kılıp turalmadı. Xi Jinping çoğun şahmat oyunu oynamda Tayvan'a kural işletişke tayarlandı mı? Siyaset, iktisat aldın sipi. Leksiyede profesör Mengcücün. Biz şunu koyup durayla müşahede bir sözgele dikkat kılın. Bu iş başkaça turvatıdı. Mesela devlet işlakatı Antony Blinken'in Beijing'ini ziyaret kılışı məxsus Tayvan meselesi doğru sözlügelliği yak. Şunun için itbağın bolsa. Bu konu mesele. Konu mesele için nim için ziyaret kıldı. Bu yedi iş başkaçarak turvatıdı. Ben şunu ulaştırıpla vatandaşlar ben bunu leksiyanın 5'e koydum ki başta. Bu nimi iş dep. Endi hazır misler sözleydiği leksiyan. İki mesele var. Biri Kazakistan devleti, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev prezident bilen Cungo'nun devlet müdafiye ministeri Dong Jun arlıqda dedik, söhbetleşti, harbiy münasibetlerini çoğunkurlaştırımız dedi. Degen geplerini sizlerge sözlep olduk. Endi bugün kelişim imzaladı. Kazakistan armiyası bilen Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti oturusunda, armiyası oturusunda kelişim imzalandı. Bu kelişimden mezmunu nim oldu? 3 xil güçlerge karıştırış. Uçuk aytkanda Uygurga karıştırış. 3 xil güçler Xitayning tilida Uygur. Uçuk aytkanda Uygurga karıştırış. Qo'shnimiz Qozog'iston prezidenti Tokayev bilan Cungo devlet müdafiye ministeri Dong Jun kelişim imzaladı. Endi bunu tövende sözleşten burun mu şunu görüp durunuz. Sonra ben bu nimi iş dep mavzu koydum vatandaş. Bu nimi iş degen bu mavzunun aslında ikinci vaka hadise nime desiniz? Hazır. Amerika Koşmuş Ştatları deydi, çekindi deydi. Ondan Cungo ile Mongoliya, taşkın Mongoliya birleşme harbiy manevr ötkazdi deydi. Bir yerde Amerika Koşmuş Ştatları çekindi degini bunun sebebi nemi kendisi? Amerika Koşmuş Ştatları taşkın Mongoliyada harbiy baza kurman depti. Bunu taşkın Mongoliya'nın veziri red kılıptı. Kendiniz mi? Bu haberde kim bedi? Tayvan, TVBS. Elik Amerika karşı meydanda sözleydiğin bir televizyon var şu. Şu birikti. Yani bunun yazma haber kaçan kilidi benim o takaza hazır. Çünkü bir Taşkı Mongoliya çıkıvadır vatandaş. Taşkı Mongoliya'da Amerika Koşmuş Ştatları harbiy baza kurman dese Taşkı Mongoliya red kılışı mümkün mü? Şuna ben bu nimi iş degen mavzunun içine koydum vatandaşım. Taşkı Mongoliya şunda talepli. Amerika Koşmuş Ştatlarının harbiy bazı kuruş doğrusundaki talepini Taşkı Mongoliya red kılam diye. Bu bir. İkincisi ben sizge aytay vatandaşım. Bu iş kaça 101 vatıdı dene. 4. ayının 26. günü
Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Bidenning davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijingga qaytib keldi. Nima dedi? Eng oxir Beijingda ayrıldigan chog'da matbuotga e'lon qilib nima dedi? Agar bu ishlarni Jungo bir taraf qilmaydigan bo'lsa, vaqtida biz Amerika qo'l solamiz. Yoki Amerika biz o'zimiz qo'l silib bir taraf qilamiz. Eg'ir gap dedik. Shunda tahlil qildik vatandosh. Shunda tahlil qildik. Endi qarang, hozir Qozog'iston bilan Jungo ikkisi harbiy kelishim imzoladi. Endi qarang, Tashqi Mongoliya bilan Jungo harbiy manevr o'tkazdigan bo'ldi. Tashqi Mongoliya Amerika Qo'shma Shtatlarining Tashqi Mongoliyada harbiy baza qurishni rad qildi. Shular mumkinmi vatandoshim? Nima ishlar bu vatandoshim? Masalan, Qozog'iston Xitoyning harbiy munosabati, Tashqi Mongoliya bilan Xitoyning harbiy munosabatlari. Bu yerda bir gap vatandoshim, hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan iborat bu davlat hammaga nazar tashlab turayotganda Xitoy mushu darajada mushuninga yo'l qo'yib yoki o'zi o'z beshimchilik qilib ham Qozog'iston bilan ham Tashqi Mongoliya bilan harbiy munosabatlar kelishimi imzolaydigan qoida bormi? Bu oddiy ish emas-da vatandosh, bu ish. Harbiy ishlar-da bu. Uning ustiga mushu munosabatlarning kaynida deyli, ikki xil ehtimolli qo'lay olaylik. Mushu munosabatlarning kaynida Rossiya Federatsiyasining ko'langisi bormi yo'q? Agar Rossiya Federatsiyasining ko'langisi bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi hozir Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosining besimi ostida. Ukraina masalasi bo'yicha G'arb dunyosining besimi ostida. Ham uchuq shuni aytayki, Uyg'uriston masalasi, Uyg'uriston kishilik huquq masalasi, Uyg'uristonda Uyg'ur qirg'inchiligi masalasi to'g'risidami Rossiya o'xshashli Amerika Qo'shma Shtatlarining besimi ostida. Meseleге cenve söhbetini, alyas söhbetini misal keltirip verdim talaykattan vatandaş. Rusya Federasyası Amerika'nın besimi aslında. Endi hozir 4-ayning 26 günü Prezident Joe Biden'ning davlat ishlar kotibi Antony Blinken Beijing'dagi 3 kunlik ziyoratini oxirlashtirib Amerika qaytib keldi vatandaş. Endi bundan keyin lazım 5-ay kirdi, bugun 5-ayga bir atogin Rossiya Federatsiyasining Prezidenti Vladimir Putin Beijing'e ziyaret keldi. Del mushundaq orliqda mushu Prezident Vladimir Putinning Beijing'e kelishi harpisida Jungo Kompartiyasining armiya qo'mondoni yoki davlat mudofaa ministri Qozog'iston bilan harbiy hamkorlik kelishimi imzoladi. Hatto O'rta Osiyodagi davlatlar bilan bu harbiy hamkorlik kelishimi imzolamoqchi bo'ldi desangiz, qo'yib qo'yaylik, diplomatiya intayin nozuk ish vatandosh. Diplomatiya shundoq nozuk ishki bu. Bunun keynida cho'ng davlatlarning ko'langisi. Masalan, Amerika boshchiligida G'arb dunyosi, masalan, Rossiya Federatsiyasi, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining besimi ostidagi Rossiya Federatsiyasi bormi yo'q? Ondaqda qo'ydigan savolimiz, hozir 3 xil kuchlarga qarshi turish uchun Qozog'iston harbiy taraf, ya'ni qo'mondoni Jaxshil ko'p, ya'ni Jungo harbiy taraf davlat mudofaa ministri Dongjun kelishim imzoladi desangiz, 3 xil kuch bu Uyg'urga qarshi turish uchun kelishim imzoladimi? Bu nima ish vatandosh? Bu yerda zaten nima ish va diqqat qiling bu ishlar vatandosh. Biz diqqat qilamiz, ham siz diqqat qilasiz buni. Uyg'urga kelyapti bu ishlar. Tashqi Mongoliyada harbiy baza qurishiga Amerikaning uni rad qildi. Tashqi Mongoliyaning vaziri desangiz, bu o'xshashi Uyg'urga bog'liq, Uyg'ur. Tashqi Mongoliya Uyg'uriston bilan chegaradosh. Qozog'iston Uyg'uriston bilan chegaradosh bu davlatlar vatandosh. Bu şeyde qandaq siyaset özgürlüğü yüz berishi mümkün. 5-ay Jungo uchun zo'r o'zgarish bo'ladigan bir ay deyishdi. Biz sizlarga so'zlab keldik vatandoshlar. Hozir endi 6-oyda Shvetsiyada Rossiya Ukraina suhbati boshlanadi degan
Yani o 6. ay aldığımızda kelidi o. 7. ayda NATO Amerika Qo'shma Shtatlarida NATO qatnashgan davlat a'zolarining yuqori darajadagi suhbatini o'tkazadi degan e'lon qilinib bo'ldi. Endi 5-oyda hozir mana eng halqiliq degani bu diplomatik faoliyatda hozir prezident Vladimir Putinning Beyjingni davlat ishlar ziyoratida ziyorat qilish. Bu yerda hozir aytiblar mushundaq ish deydiganga qo'limizda paket yo'q vatandosh. Lekin bu voqealar bizni bir sezgidan, ya'ni bir tasavvurning baldiqidan bosqichidan ikkinchi bir bosqichga yetaklab kelyapti vatandosh. Nemishqa bundaq desanglar hozir Qozog'iston bilan Xitoyning o'rtada imzolagan harbiy kelishim gap nima ekan? 3 xil kuchlarga qarshi turish. Hozir bular bu rayonda harakat qilyapti, faol harakat qilib. Nima harakat? Uyg'urning hammasi jazo lagerida yassin nima harakat bor bu yerlarda vatandosh? Uyg'urga qartilayotganda ekan biz buningda cho'chiymiz-da. Uning yaxshi tarafi qaysi, yomon tarafi qaysi deb o'ylaymiz-da vatandosh. Mana shunday gap hozir mana bu. Men hayron qoldim shunga. Bu nima ish deb savol qo'ydim vatandosh. Endi uning ustiga davlat ishlar kotibi Amerika Qo'shma Shtatlar prezidentining yuqori darajalik amaldori Antony Blinken Beyjingga qaytib kelib 6 soat suhbatlashib, bir og'iz eng oxirgi bir jumla so'zni tashlab, sen bu ishlarni hal qilmasang, Amerika biz qo'l silib hal qilamiz degan so'zni og'izdan chiqarib, qaytib kelibdi keyindan bu ishlar yuz beryapti ya vatandosh. Uyg'uristonda Cumhuriyet Kompartiyasi yoki Reis Xi Jinping bir cho'ng siyosatda o'zgarish hosil qilishi mumkinmi vatandosh? Zodi nima? Bu nima ish? Yana davomli tahlil qilamiz atgacha vatandoshlar.